Bo'ka tumanida 8 ta podstansiyamiz mavjud bo'lib, ulardan 23 ta feederlar, tarmoqlar chiqqan. Aholi iste'molchilar uchun 385 ta transformatorlar mavjud. Toshkent davlat transport universiteti professor o'qituvchilari, doktorantlari va magistrlaridan iborat ilmiy xodimlar Toshkent viloyati elektr ta'minoti tizimidagi bo'layotgan isroflarni, energiya samaradorligini oshirish maqsadida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqdalar va ushbu elektr ta'minoti tizimidagi bo'layotgan isroflarni bartaraf etish yoki kamaytirish masalalariga doir tadqiqotlar olib borib, o'rganishlar olib bormoqdamiz va o'rganishlar olib borish natijasida asosan nima sababdan energiya isroflari bo'layotganliklari aniqlandi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun ilmiy yondashgan holatda chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Elektr ta'minoti tizimida bo'layotgan isroflarning 2-4%ni asosan 0,4 kilovoltlik havo liniyalari tashkil etadi. Ushbu havo liniyalarida bo'layotgan isroflarni kamaytirish maqsadida ochiq izolyatsiyali simlar SIP o'tkazgichlarga o'zgartirilmoqda. Bu bilan hozirda mavjud bo'lgan isroflarning 25% gacha kamayishiga, umumiy isroflarning esa 1% ga kamayishiga olib keladi. Toshkent davlat transport universiteti talabalari nazariy olgan bilimlarimizni amaliyotda sinash maqsadida Toshkent viloyatining Bekobod, Bo'ka tumanlaridagi mavjud podstansiyalarni o'rganish, ularning sozligini tekshirish, hozirgi kunda mavjud bo'lgan podstansiyalarda yarog'liqlik muddatlarini oshirish ishlari olib borilmoqda. O'sha ishlarni o'rganish maqsadida bir guruh talabalar yetib kelganmiz. Hozirgi kunda Ramazon stansiyasining xizmat ko'rsatuvchi podstansiyalari, transformatorlar haqida o'rgandik. Umumiy jihatda hozirgi kunga kelib kafedramiz tomonidan 500 ga yaqin transformator o'rganilgan. Hozirgi kunda mavjud transformatorlarni o'rganish va iste'molchilar qabul qilayotgan elektr energiyasini hisoblagichlarni raqamlashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.